Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Real Estate Murod kanalini kuzatib borayotgan obunachilarimiz, aka-ukalarimizni. Bu xonadonimizni bundan bir necha vaqt oldin 1,5 million dollarga o'zimiz reklama qilib joylashtirib berganmiz. Shu reklamamizdan keyin 1 million 300, 1 million 200 ga mijozlar rosa so'rab kelishgan. Okamlar yo bermayman, bo'lish narxi undan kamroq deb aytib mijozlarga ko'piga atkaz berib o'rgan ekanlar. Bugungi kunda, hozirgi kunda bu uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, 1 million 100 ming dollarga tushdi. To'g'ri 2 sotixli hovli Yunusobodda 17-dahasida joylashgan. Katta orientirlardan bittasi Hightown City Mall qurildi-ku, o'shani shunday orqasida joylashgan yangi mahallada, yangi hovli. Kiraverishidan boshlab endi video obzorini qilib beraman. Asosiy xonadonimizga kiraverish eshigimizga kirib keldik. O'ng qo'limizda bu yerda bizani barbekyu zonamiz joylashgan va bu yoq tarafimizda bo'lsa bizani darvozaxona, bitta mashina hovlimizni ichiga bemalol sig'adi. Va asosiy kirishimiz bilan o'rtada mana shunaqa chiroyli yo'lagimiz joylashgan va ichkari tarafdan bo'lsa binoimizning ko'rinishi. Juda chiroyli proyektda bitgan xonadonimiz. Uyga kirdik. O'ng qo'limizda bu yerda bizani yozda o'tiradigan zonamiz joylashgan va ko'rayotganingizdek mana shunaqa chiroyli uzun fontanli zonamiz qilingan. Fontanlarimiz hammasi albatta ishlab turibdi. Hozirgi kunda endi o'chirib qo'yishgan, yoqib qo'yilsa video juda chiroyli bo'ladi. Va fontanimizni bu yon tarafidagi devorimizni ko'rayotganinglardek sun'iy yashil maydon qilib qo'yilgan. Juda chiroyli. Bu ham boshqacha xonadonimizga vid berib turibdi. Ichkari tarafdan binoimizning ko'rinishi hozirgi kunda ko'pchilik aytishadiki, uylar bir xil bo'lib ketyapti deb. Mana sizga yoki boshqacharoq hammadan ajralib turadigan proyekt holatimiz. Mana fasadlarimiz boshqacha rang, kirganingizda ham stillari boshqacha, hammaga o'xshab, mana bir yoq tarafi yozgi oshxona, bir yoq tarafi garaj bo'lmagan, boshqacha dizaynerskiy proyektda bitgan xonadonimiz. Yashil maydonlarimizni ham ko'rayotganinglardek juda chiroyli chiqqan. Hovlini yetarli darajada ko'rsatib berdim. Endi ichkariga o'tamiz. Boshqa supermarketlardan o'zini katta assortimenti bilan ajralib turadigan oilaviy supermarket Andalusga kelganmiz. Bugun Toshkent shahar bo'yicha o'zini 7 ta filiali bor. Men Instagram profilligisini atmetga qilib qoldiraman. Kiring, ko'ring, qaysi lokatsiya sizni yashayotgan joyingizga yaqinligini va o'zingiz kelib assortimenti ko'pligiga bitta ishonch hosil qilasiz. Aynan siz qidirgan mahsulotlar bizani supermarketimizda bor. Hammanglarni Andalus do'konida kutib qolamiz. Uyga kirib kelishimiz bilan asosiy qilingan mehnat mana shu uyi ichida bizani kutib oladi. Shundoq kirib kelishimiz bilan ro'paramizda katta hovlimiz joylashgan. Hovli qilingan dizayni, mana shu dizaynimizga moslab turib qo'yilgan mebellarga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Oynali ko'rayotganinglardek stollari qo'yilgan, undan tashqari patologlarimiz ham oynali qilingan va televizorimizning zonasida atroflari, chetlaridagi ramkalari ham oynali qilingan va mana shu divanimizning orqasidagi zona ham ko'rayotganinglardek mana shunaqa chiroyli oynali qilingan. Bu oyna bo'libchi temniy oynada, ya'ni sal to'qroq qoraytirilganroq oyna, bori ham, yo'g'i ham uncha bilinmaydigan bo'lib chiqqan. O'zingiz fikringiz yozib qoldiring, qanaqa chiqdi, video yetkazib beryaptimi yoki yo'qmi. Albatta bu bizning video rolikimizda maksimal darajada sizga qilingan ishni ochib berishga harakat qilamiz, lekin baribir bilingki, video bu baribir video. O'zingiz живой kelib o'z ko'zingiz bilan ko'rganingiz yaxshi. Xo'p, texnikalardan televizorlarimiz qo'yilgan, konditsionerlarimiz qo'yilgan, bu yoqda oynalarimiz hovlimiz tarafga qaragan va albatta bu yerda hol qismimizda bizani действующий kaminimiz joylashgan. Ko'rayotganinglardek toshli qilib, ranglari xullas o'sha oynalarni rangiga moslab turib qilingan. Xo'p, endi xonadonimizga kirib keldik. O'ng qo'limizda bu yerda domofonimiz o'rnatilgan va o'ng qo'limizdagi xonamiz bo'lsa, bu bizani oshxonamiz joylashgan. Oshxona bu yerda shu darajada katta qilinganki, oshxonamizni bemalol bu yerda oilaviy ovqatlanib o'tirib, bu yoq tarafimizda zavtrak qilsanglar bo'ladi va ovqat tayyorlash uchun ham hamma sharoitlarimizgacha qilingan. Hamma mebel texnikalarimiz, ya'ni oshxona uchun kerak bo'ladigan hamma o'zini jihozlarigacha qo'yilgan.
va bu yon burchagimizda ko'rayotganingizda o'zini televizorning zonasigacha qilib qo'yilgan. Oshxonamizni o'zida ikkitalab shunaqa chiroyli lustralarimizgacha ilingan. Menga eng yoqqan tarafi baribir patolog. Patolog oynali bo'lsa, bu natijnoy patolog emas, oyna juda chiroyli effekt beryapti. Konditsionerlarimiz bor, klimat kontrollarigacha ko'rayotganingizda chiroyli qilib qo'yilgan. Mebel baribir ochadi-da uyni. Har qanchasiga, ya'ni remontni o'zi bitta etap bo'lsa, xuddi o'sha remontga moslab turib mebel tanlashi o'zi yana bitta bosqich hisoblanadi. Mana shu uyimizdan bemalol o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Xuddi shu uy bez mebel bo'lganida sizni ko'zingizga albatta boshqacha ko'ringan bo'lardi. Aka, o'sha videoni 3-4 minutdan beri ko'ryapsiz, lekin hali like bosmadingiz. Like bosib qo'ying. Keyingi xonalarga o'tamiz endi. Kirganimizda uyimizga chap qo'lda vstroyniy bu yoqda shkafimiz qilingan. Gilamlarimizga ham alohida e'tibor berib qo'yasiz. Okam palon pulga shu chet eldan olib keltirgan ekanlar buyurtma asosida. Xonadonga kirdik. To'g'rimizdagi xona. Bu bizani zalimiz, ya'ni mehmonxonamiz bo'lyapti. Bu yerda birinchi kirishimiz bilan kutib oladigan zona bu bizani stol zonamiz bo'lyapti. Ko'rayotganingizdek stol-stulimiz qo'yilgan 12 kishilik. Men bu tarafni oynali burchak qilishgan, mebellari, xullas bilan temniy rang deyishingiz mumkin mebel, lekin menimcha, endi albatta mening fikrim, rangi mos tushgan, dizaynga mos tushgan. Bu yerda ham xuddi shunaqa ikki taraf katta lustra va patologlarimiz oynali qilingan. Va keyingi zonamizga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi zonamizga. Bu bizani divanli zonamizda qilingan. Har doim har videoyimda aytaman. Okay, zalimizni ikkita zonaga bo'lsanglar bo'ladi. Mana sizga живой пример. Men misol uchun bu uyimizda nafaqat mebel, bu uyimizda mana shunaqa aksessuarlarigacha qo'yib qo'yishgan. Mana men bu aksessuarimizni qarang, to'g'ri, unaqa qimmat turadigan narsa emas, lekin interyeri juda chiroyli darajada ochib turibdi. Bu yoq tarafda bizning televizorning zonamiz, ikki yon taraflama ko'rayotganingizdek o'zini mebellarigacha qilingan. Xullas, bu bizning bitta katta zalimiz bo'ldi. O'zini ko'rayotganingizdek, mana shunaqa stoячий konditsionerlarigacha qo'yib qo'yilgan. Oynalarimiz orqa tarafga qaragan. Bu uyimizning orqa tarafi ko'cha. Shunda ham oldi tarafi ham orqa tarafi ko'cha bor. Ikki yon taraflama ko'cha bo'lib joylashgan. Zalimizni mana bu yon tarafida ham ko'rayotganingizdek, iskustunniy gullar, xuddi chiroyli aksessuar qo'yib qo'yilgan. Aytaman, ki uyni bezatish bo'yicha dizayneri mehnaticha bilinib turibdi-da. Shundoq kirganingizda ham bilinib turibdi. Sizni quchoqlab kutib oladigan uy bo'lgan. Keyingi xonalarimizga o'tamiz. Bu bizani ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Kirdik, o'ng tarafimizda mana shunaqa o'zini mebeli qo'yilgan va kirishimiz bilan ro'paramizda bo'lsa, bizani sanuzyul qismimiz joylashgan. Sanuzyulimiz ham juda chiroyli, gap so'z bo'lishi mumkin emas, o'zini dush kabinalarigacha qo'yilgan va albatta birinchi o'sha mebelimiz turgan joy, keyin sanuzyul va keyin bo'lsa xonamizga, ya'ni yotoqxona qismimizga o'tiladi. Yotoqxonamizni stiliga ham alohida baho berib qo'yasizlar. Juda chiroyli chiqqan kravatlarimiz, mana bu aksessuarlarga xullas alohida e'tibor berib qo'yishingiz kerak. Mebelimiz ham yasattirilgan va o'rtasida ko'rayotganingizdek televizor uchun joyimizni qoldirib ketilgan. Lekin mana shunaqa mana shunga o'xshash mebellarni bitta tarafini aytamanki, misol uchun bu nechtalik televizor? 65 yoki 75 talik televizori bitta tarafi borda. Agar siz ertaga bu yoqqa 100 talik televizor qo'yaman deydigan bo'lsangiz, bu yerga sal sig'may qolishi mumkin. Xo'p, gapni cho'zmaymiz, ikkinchi qavatga chiqamiz. Bu bizani ikkinchi qavatga chiqarish yo'lagimiz. Yo'lagimizni o'ziga alohida e'tibor berib qo'yadigan bo'lsangiz, har kuni bunaqa stilli aniq ko'rurmaysiz. Hamma ahamiyat beradigan joy zinadan chiqayotgandagi to'g'ri devor bo'lsa, bu yerda ham aylanasiga ko'rayotganingizdek juda chiroyli qilib e'tibor berib qo'yilgan va bizani ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan katta holimiz kutib oladi. Bu holimizda jihozlardan ko'rayotganlar mana shunaqa mebelimiz qo'yilgan. Bu yoq tarafimizda bo'lsa, o'zini aksessuarlarigacha qo'yib qo'yilgan. Endi o'zi
albatta bu ko'pchilik bizani mijozlarimizni fikri bitta holni o'zi yetib ortadi. Ikkinchisi bo'lsa albatta zarar qilmaydi. Juda chiroyli ko'rayotganingizdek lyustralar ilingan va mana shu joyimizni siz bemalol olib chiroyli divanni zona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bizani ikkinchi qavatda holdan o'tiladigan balkonimiz bor. Hovlimiz tarafga qaragan va mana shu chap qo'limizda bizani bolalarimiz, ya'ni farzandlarimiz uchun mo'ljallangan, qiz bola farzandlarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz qilingan. Qiz bolalar uchun moslab ko'rayotganingizdek o'zini hamma mebellari qilingan. Bu yoq tarafimizda ham aboylar, ya'ni ranglari ham nejniy shu qiz bolalar farzandlarimiz uchun moslangan. Pardalarimizgacha ko'rayotganingizdek alohida e'tibor berib qo'yilgan. Ikkinchi qavatdagi bu bizani birinchi yotoqxonamiz bo'ldi. Albatta bu yotoqxonamizni o'zini ichida sanuzyul qilingan va mana shu umumanligini ahamiyat bering. Alohida umumanligigacha qizil rangda qilingan. Juda chiroyli. Bu albatta o'z ishini ustasi qilgani ko'rinib turibdi. Ya'ni shunaqa ko'pchiligimiz remont qilayotganda ahamiyat bermaydigan detallargacha ahamiyat berib ketishganiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. 10 minut nari berisiz ko'ryapsiz, hali ham like bosmadingiz. Shunda bosib qo'ying like, biz davom ettiramiz. Holdan keyingi xonamizga o'tamiz. Keyingi xonamiz ikkinchi xona. Bu bizani ikkinchi yotoqxonamiz bo'ldi. Birinchi qavatda ko'rsatdim, xuddi shunaqa. Kirdik, bu yerda bizani mebelimiz joylashgan va shundoq yonida bo'lsa, xuddi shu razmerdagi spalni qismimiz, sanuzyul, ya'ni sanuzyul qismimiz joylashgan. Sal adashib ketdim. Sanuzyulimiz ham keng, dush kabinalarigacha qo'yilgan va yotoqxonamiz ham почти bir xil desak ham bo'ladi. Bu yerda faqat sal stili bo'yicha, remontini stili bo'yicha boshqacharoq. Xuddi shunaqa mebel, o'rtasida o'zini ko'rayotganingizdek televizorlar o'rnatilgan va panoramli oynalar orqa taraf ko'chamizga qaragan. Bu uyimizni yana bir marta eslatib o'taman. Orqasi ham ko'cha, oldi tarafi. Xullas, ikki yon taraflama ko'cha bo'lgan uyimiz. Shu taraflari ham alohida e'tibor berib qo'yasiz. Chunki oddiy uy quraman deb yer qidirayotgan paytingizda, aka, bir yoq tarafi ko'cha bo'lsa boshqacharoq narx bo'ladi. Ikki yoq tarafi ko'cha bo'lsa boshqacharoq narx bo'ladi. Buni hozir uy qidirayotgan ko'pchilik albatta bu narsani juda yaxshi bilishadi. Keyingi xonamizga o'tamiz. Bu endi o'g'il bolalar farzandlarimiz uchun mo'ljallangan xonamiz. Kettalab o'zini kravatlari qo'yilgan. Dars qilishi uchun yoki kompyuter o'ynashi uchun bu yerda o'zini ikki yon taraflama sharoitlari qilingan va albatta alohida e'tiboringizni tortadigan narsa bu mana shu mebellarimiz. Ko'rayotganingizdek ikki yoq taraflama eshigimizning arkalari tepasigacha mebel qilingan. Bu mebelimizning borligi ham, yo'qligi ham bilinmaydi. Ko'p xonalarga shkaf qo'yib qo'yishadi, bunda burchagida. Bu yerda ko'ryapsiz, patologgacha bo'lgani juda chiroyli bo'lib turibdi. Xullas, har bitta xonamizning o'zini klimat kontrollari bor. Bu narsalarni aytmayman. Xohlagan xonangizda, xohlagan haroratingizni qilib bemalol belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Albatta, o'g'il bola farzandlarimiz uchun ham o'zini yotoqxonasining ichida sanuzyuli qilingan. Sanuzyulimizning kafellariga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Ichida qo'yilgan aksessuarlarigacha alohida e'tibor berib qo'yasiz. Xullas, bu uyimizning har bitta detaliga bemalol alohida e'tibor bersangiz bo'ladi. Ikkinchi qavatimizdagi bu bizani 3-chi yotoqxonamiz bo'ldi. Endi eng kattasi, ya'ni 4-chisi, mana shu xonadonni xarid qilgan insonni xonasini ko'rsataman sizga, yotoqxonasini. Bu bizani uy egasini, ya'ni aka siz bu uyni sotib olasiz, mana shu yotoqxona sizniki bo'ladi. Katta yotoqxonamiz joylashgan, o'zini hovlimizni tarafga qaragan katta balkoni joylashgan va bu yotoqxonamizning katta garderobnisi bor. Mana shu joyimizda hozir chirog'ini yoqaman. Bu yog'imizda mana bizani katta garderobnimiz joylashgan. Bir yoq tarafimizda shkaf, bir yoq tarafimizda mana shunaqa mebel qilingan. O'zi menimcha, endi albatta meni fikrim, men bu dizayner qilgan ishini sporlashmoqchi emasman-ku, lekin ikki yoq taraflama shkaf qo'yarganda вообще boshqacha chiqardi. Va garderobning tarafimizdan bo'lsa, shundoq bizani sanuzyul qismimizga
o'tiladi. Sanuzyulimizni kafellari rangiga alohida e'tibor berib qo'yasiz va mana shu patologimizga ham alohida e'tibor berib qo'yasiz. Bu yerda ham o'zini dush kabinalarigacha qo'yilgan. Shunda bizani ikkinchi qavatimizni o'zida umumiy 4 ta yotoqxonamiz bo'ldi. 4 ta yotoqxona va bitta hol. Holni ham aytib o'tishim shart, chunki holimiz ham juda katta-da. Shuning uchun aytib o'tmasam bo'lmasdi. Eng pastki qavatimizga boshladik obzorni. Tushib, mana shunda tushganimizda bu yoqda garderobniy uchun qilingan sharoitlarimiz bor va basseynli zonamiz ham bor. Basseynli zonani ko'rsatishdan oldin sizga mana bu sport zalni bitta ko'rsatib o'tay. Ko'p videolarimizda aytamiz, podvalli sport zal qilib qo'ysa bo'ladi. Mana bu yerda tayyor, уже qilingan, оборудование, xullas texnika hamma narsasigacha olib kelib qo'yilgan. Bir yoq tarafimizda oynali burchak, bemalol xullas sport bilan shug'ullanursangiz bo'ladi. Bu yoq tarafimizda mebelli, o'zini televizorlarigacha xullas qo'yilgan. Keyin o'rtada o'zi tushib kelishimiz bilan chiroyli holimiz joylashgan. Mebellariga alohida e'tibor berib qo'yasiz va endi uyimizning o'sha basseynli zonasiga o'tamiz. Bu yerda bizani mana shunaqa o'tiradigan joyimizni kutib oladi. Bu yoqda televizorning zonamizgacha qilingan va mana shu joyda bo'lsa bizani katta qishki basseynimiz joylashgan. Gap yo'q. Niyat qilganlardan albatta bitta like bosib qo'yishni unutmaysiz. Oshna og'aynalar bilan mashta dam olib, mazza qilib o'tirishga nima etsin to'g'rimi? O'zingiz uyingizda basseynlarimizni o'sha zimniy, podogrefmadagi hamma narsasi xullas qilingan. Endi albatta basseyn bo'lgandan keyin o'zini bu yoq tarafida saunasi ham joylashgan. Saunasi bor basseynimizning va shunday yo'ldan o'tganimizda bo'lsa, bu yoq tarafda ham prachka, ham dushuvayasi basseynning zonamizning joylashgan. Dushuvaya, sanuzyul xullas hamma sharoitlari qilib qo'yilgan. Havas qilsa arzugulidek uy bo'lgan. Niyat qiling, eng kamida sizga ham, bizga ham xuddi shunaqa xonadonlarda yashash nasib qilsin. To'g'ri 2 sotixli hovli, binoyimizning kvadraturasiga keladigan bo'lsak 700 kvadrat. Bu joyimizni sotuvda. Joyi egalarining telefon raqamlarini yozib qoldiraman video napisaniyasida. Telefon qiling, keling, живой bitta ko'ring, tepasida yana ozgina savdo qilasiz. Bu uyimizni har kuni ko'raverasiz. Har kuni ko'rayotgan uylaringizdan boshqacha chiqqan va albatta siz har kuni mana shunaqa noodatiy uylarni ko'rishni xohlasangiz, bizning kanalga podpisatsiya qilib qo'ying. Bu bizning yangi kanalimiz. Bilaman, rekomendatsiyangizda chiqib qolyapti, lekin podpisatsiya qilib qo'ying. O'shanda ko'proq mana shunaqa eksklyuzivniy uylarni ko'rib turasiz.